Hammaga xayrli kechasizlar. Qaranglar, Quronchiqda qiyin degan joylardan biri quyon birinchi marta tug'ayotganda bu stressga tushib qoladi. Balki 2-3-chisiga ham stress bo'lishi mumkin, 1-2 marta yaxshi qarab. Quyon stressga tushsa qanaqa bo'ladi? Ya'ni quyon birinchidan jungini ko'p yurmaydi. Uni bolalar hammasi nobud bo'lgan. Bu o'zi nimagadir vaqtidan oldin tug'ib qo'yganmi shekilli. Menga aytishganda 20-chilarda qo'shilgan bo'lsa, mana shu 15dan keyinni plan qilgandim. Balki ular adashganmi. Xullas, stressga tushsa qanday bo'ladi? Mana bu quyon yarimta. Ko'ryapsizlarmi? Bu endi yalayman debmi, tozalayman debmi quyonchani tishlab qo'ygan. Mana yarmi yo'q. Lekin yungi ham ko'p yulinmagan, bolalari har tomonga sochilib yotganda. Endi buni foydasi ham yo'q-ku, yashib qo'yishni. Qiyin joyi shu yerda. Birinchi marta bolasiga qarab olishiga. Mana bu yerda qo'lchasi yotibdi. Xullas, ana shunisiga ehtiyot bo'lish kerak. Buni onasi yaxshi quyon edi. O'zi endi bilmadim. Hozir nima qilishga ham hayronman. Buni ertagani qo'shib qo'ysak kerak. Xullas, masala shundaki, birinchi marta tug'ayotganda quyon stressda bo'ladi. Hamma muammo ana shu yerda bo'ladi. Birinchi marta tug'ilsa, hatto mana ularni ham chiqarib tashlagan. Bu stress oqibatida shunaqa bo'ladi. Mayli, bu ham peshona. Charchamaysizlar.